Hokim o'rinbosari yegan bo'lsa, hokim o'rinbosarini qamash kerak. Yevorgan puli deyapti. Fuqaro gapirib beryapti. Yemagan bo'lsa, qani nimaga uy bitmadi shu vaqtgacha? Ushbu mansabdor shaxslarning birortasi hozirgacha yoshlar bilan uchrashuv o'tkazmagan. Hokim yordamchi byurokrat bermaydi kreditni. Yoshlar yetakchisi befarq. Eng yomoni yoshlar jamg'armasiga ajratilayotgan pullarni talon-torojlik bo'yicha 28 ta jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bo'ldi deb chiqarib yuboradi. Yonida mashina qilib turishadi vakillari. Bag'da bo'lsa zaharini chachishni biladi, xalq bilan urushni biladi. Shunday adolatni ko'raylikki, jinoyat javobgarlikka hammasi rahbarlar mas'uliyat javob bersin. Bormaydi o'sha odamlarni yig'ib, birinchi rahbarlar gaplashmaydi. Nomiga yuborib chiroyli boradi. Hozir buni ayrim rahbarlar deydigan futbolkada o'tiribdi-ku, moliyaga o'xshab. Mashra futbolkada boradi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, hokimlik bo'lmayman, buni yurishini qara deydi. Farg'ona shaharida noroziman. Ichki ishlaridan, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasidan, Farg'ona shahar viloyat sud prokuraturasidan, Farg'ona shahar prokuraturasidan. O'zi bitta qonun buzishi o'zi jamiyatda juda katta nima deydi, sharmandagarchilikda. Boshqacha intervyu olib, intervyuni ham qirqib, ma'muna qilib, yana maynavozchilik. Hamma narsaning chegarasi bor-da. Men imini sizning oldingizga kelib, non so'rab yo gadochilikka kelganim yo'q. Xohlasangiz mana shu intervyuda 15 sutkaga tiqasizmi, boshqami, men Xudodan qo'rqaman. Sovuq havolar ortidan kelgan noqulayliklar tinchlik bermayaptimi? Jinsiy zaiflik va peshobdagi noqulayliklar hayotingizga salbiy ta'sir qilyaptimi? Shifokorga murojaat qilishdan tortinyapsizmi? Endi buning yechimi bor. Vulkan mahsuloti. Atigi 7-10 kun ichida sezilarli natijani his eting. Faqat tabiiy tarkib, hech qanday kimyoviy qo'shimchalarsiz. Bugunoq qo'ng'iroq qiling. Birinchi qo'ng'iroqda 10% chegirmaga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Vulkan bilan doimo kuch siz bilan bo'lsin. 61-yotoqxonadamiz. Issiqlik tizimi yo'q bizda. Atapleniya yo'q. O'tgan hafta payshanba kelganmiz, hokimda qabuliga. Nima o'zgarish bo'lgan qabuliga kelganlaringizda? Hech nima yo'q. Nagli Madolov aka aytayapti. Pullaringni yoqib birma-bir gapiringlar. Pullaringga yoqib o'tiringlar. Biz hech narsa qilib bera olmaymiz deb Nagli telefonda kecha aytdi. Biz o'tgan hafta bunaqa yoshi katta onaxonlar keladi-da, bo'ldi deb chiqarib yuboradi. Yonida mashina qilib turishadi vakillari. Bag'da bo'lsa zaharini chachishni biladi, xalq bilan urushni biladi. Biz nima so'g'da o'tirishimiz kerakmi? Murojaat o'zingiz ixtiyoringiz bilanmi? O'zim ixtiyorim bilan bitta uyda misol uchun ikkita xona bo'lsa, bizda ikkita pechka yoqyapman, ikkita go'dagim bor. Yosh bolalar bor, boshqa qo'shnilarimda go'daklari bor. O'zlari issiq joyda o'tiribdi, biz sovuq joyda. Svetimiz kuniga 50 mingdan to'layapmiz. Bu qanaqasi 50 mingdan so'm? O'zi kunimizni zo'rg'a ko'rayotgan bo'lsa, yotoqxona bo'lsa, sharoit yo'q hatto. Atapleniya ham yo'q. Issiqlik tizimi umuman yo'q. Trubalar ham yo'q hatto. Issiqlik tizimiga telefon qilsak, sizlarda atapleniya Nazarov Bosurjon Shuhratovich. Qarang, gaz bor sizlarda, gaz yoqib o'tiringlar deyapti. Gaz 6 ta xonadonga bitta oshxona berilgan bizda. Qanday u gazni uyimizga olib kirib olamiz? Olib kirdi. Bizniki gipsokardon qanday olib kiramiz? Ertaga pojar bo'lib ketganda keyin issiqlik tizimini ulab beradimi? Biz nima qilishimiz kerak uning uchun? Ular sektor Farg'ona shahar sektor rahbarlarining qabulidan rozimisizlar? Qani hokim? Biz hokimda qabuliga kelganmiz. Qani hokim? Opa, nima masalada keldingiz? Mana shu obsesiyada kelgan. Uyim ahvolini qarang. Mana arka ko'cha tomon. Kompaniya bo'lib yotibdi uylarimiz. Qilinmagan, buni ko'ring. Men o'zim servis pechman. Gazlanmagan. Operatsiya qilish kerak. Hatto boshlasangiz obedda pishadi. Meni 2 ta farzandi bor, boshqalarning 5 tadan 6 ta farzandlari bor. Biz yana kimga boraylik? Endi Toshkentga borishimiz kerakmi? Обязательно o'sha prezident eshitish uchun. Biz o'sha hokimga dardimizni kirib aytdik. Bitta ham o'zgarish bo'lgani yo'q. Hurmatli hokim aka, mana shuncha xalqni to'pladingiz. Вообще natija ham bo'lmadi. Men imini noroziman sizdan. Yo o'rningizga boshqani qo'yib qo'ying. Yo bo'lmasa o'sha yoningizdagi odamlaringiz talabga javob beradigan odam qo'yib qo'ying. O'sha telefon qilib ana boramiz, mana boramiz, muhitni bilmasdan. Biz sizni, men imini sizning oldingizga kelib non so'rab yo gadochilikka kelganim yo'q. Xohlasangiz mana shu intervyuda 15 sutkaga tiqasizmi, boshqami, men Xudodan qo'rqaman.
Murojaatlaringizni ayting. Nima deyman? Joy bo'yicha murojaat qilib chiqdim. 2016-yildan beri chiqaman. Hech qanaqa natijasi yo'q. Necha marotaba keldingiz qabulga sektor Farg'ona shahar sektor rahbarlarini? Kelib ketdim. Kelib Nima o'zgarish bo'ldi? Hech qanaqa o'zgarish yo'q. Farg'ona shahar sektor rahbarlarini qabulidan rozimisiz? Yo'q. Norozisiz, a? Norozichilik. 2016dan beri dokument topshirib charchadim, yuguraverib. Kvartirada yashayman, qiynalaman. Vaqt kelsa kvartiramga pulni topib to'la olmayapman. Tushunarli. Murojaatni o'zingiz ixtiyoringiz bilan beryapsizmi? Ixtiyorim bilan beryapman. Yoritishimga va tegishli organlarga yetkazishimga qarshiligingiz yo'qmi? Yo'q. Tamam. Ham qarshiligimiz. Kim yana murojaat beradi? Akaga telefon qildik biz Ichimlik suvimiz ahvolini qarang. Borib ko'ryapti. Mana shu ichimlik suvi. Biz o'zimizni pulimizga suv ichimlik suvi mana shu. Kecha Madolmaga telefon qildik, mana shu uchalamiz turdik. Nimaga o'sha yerda hokimning oldida aytmadingiz, erkak bo'lib dedimmi? Qilib berolmaymiz biz hech narsani, qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Sizlarga yordam berolmaymiz. Nima deb gapirolmadingiz desam, kim gapiryapti? Kiming gapiryapsan deyapti. Kim gapirdi shu gapni? Madolmaga shunaqa dedi telefonda. Madolim degan. Mana uchalamiz turdik ashida. Madolim degani kim? Kvartira byurosidan. Kvartira byuroda o'rinbosari. Bosari. Telefonda shunaqa deyapti. Ha, bo'pti dedim, ertaga nimaga keling dedik. Ko'rishamiz ashda dedik. Qani yo'q mana hokim ham yo'q. Sanyaga yaxshilik qilyapman, yordam beryapman deyapti. Kim? Qani yordam bergani? Bor yana bizni yotoqxonaga. To'kilib yotibdi uyim ichi, popani bosib yotibdi. Remont qilamiz, o'zimizni pulimizga yana bir haftadan keyin popani bo'lib ketadi. Nechinchi yotoqxona edi? 61. Muruvvat mahallasiga qarang. Boring nomqashib bu yotoqxonaga borib o'rganing, yoritib bering. Qishga tayyorgarlik deyapti-ku prezidentimiz. Qani? Bizda yo'q qishga tayyorgarlik bo'lgan yo'q. Farg'ona shahrida bo'lgan yo'q qishga tayyorgarlik. Ya'ni siz O'zbekiston Respublikasi fuqarosi sifatida Farg'ona shahar sektor rahbarlarini qabulidan rozimisiz? Yo'q. Hokimni qabulidan noroziman. Chunki bir haftadan beri mana Dilshod opaga ham telefon qilib yotibman, yalinib yotibman. Bordim. Ilgari kuni ham hokimiyatda edim. Mana 8 ta jitil bilan. Dilshod opaga qo'ng'iroq qilganingizda nima deb javob berishdi? Xalqi berish, yoqib beradi. Bir kundaga yoqtirib berdi, ertasi kuni o'chirib qo'ydi. Mana 24 soat telefon qilganman. O'zi javob berishadimi telefonlariga? Dilshod opa javob beradi? Ko'taradi, ha, ko'taradi. Amaliy yordam bormi? Mana Dilshod amaliy yordam bir kunga yoqyapti svetni. Mana men 3 kun shunaqa qilib yoqtirdim. Telefon qilaman Dilshod opaga yoqadi. 28 ming qarz yozibdi. Iloji yo'q, mana kecha men 50 ming to'ladim, bugun ertalabga yana qarzdorlik kelib. Kuniga 50 mingdan to'laversak biz qayerdan topamiz unda nonimizni? Payshanba onamnikida turaman. Bizda mana raisimiz men kimligini ham bilmayman. 2 yil bo'ldi rais kimligini ham bilmayman. Qaysi mahalla? Muruvvat. Muruvvat mahalla. Raisimiz kelib qolib bizda yotoqxonada ko'rsatingda mana. Bir hafta davomida mana Dilshod opa bilan shuncha gaplashganman mana. Bir hafta davomida shuncha. O'tgan payshanbadan bu payshanbaga cho'r mana shuncha. Bir haftaning ichida. Bir haftaning ichida 20-30 dan oshiq gaplashganman. Mana Rafik aka bilan ham gaplashganim bor, hozir ko'rsataman. Payshanba kuni men hokimning oldiga kelgan kuni nima dedi? Dinarami? Dinara opa bir haftadan beri telefon qiladi, olmagan pulimga ariza yozib bering deb. Mana bu yil ham farzandlarim bilan yangi yilni kutmayman. Bugun kechga Xudo xolasa yo'lga chiqib ketaman. Keldim hokimning oldiga, vaqti najot bo'lmadi. Hammaga Xudo bor. Eplasa hokimlik qilsin, bo'lmasa yo'q. O'zcha yonidagi odamlar o'zcha bo'ldi, boravering Dilnozaxon, boravering hal qilamiz deb uyimga kirgani ham qo'rqib, xolam so'ragan yo'q. Farg'ona shahar Mani qaytib bezovta qilmasin hokim. Ismingizni bilmayman a. O'tganda ham bordik, menga manetga kelib olib turib ham o'zlaricha rasmga olmasin. Farg'ona shahar xuddi shu masalaga to'xtab o'tmoqchiman. Farg'ona shahar hokimligining rasmiy manbasi, ya'ni o'sha matbuot xodimlari boradi-da, rasmga olishadi, masala yechildi deyshadi. Shulardan rozimisizlar? Noroziman. Yechiladimi shunaqa? Noroziman. Lekin viloyat hokimi lekin qilar ekan. Masalan, qabulxonasiga borsa boshqa tushunar ekan. Lekin shahar hokimi bilan o'tgan safar urishganimda yonidagi nima deydi? "Olmay qo'yaver rasmga" dedi. Men aytdim, inson maslahat qiladi, gaplashganda so'raydi xodimdan, "Opa yo aka rasmga olaymi?" deb. Ishi hal bo'lmagandan keyin nima qiladi rasmga olib, ko'z bo'yamachilik qilib? Bunaqada qachongacha biz yuramiz bunaqa qilib? Biz ham ko'zimizni ochishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Demak siz Farg'ona shahar matbuot kotibi PR uchun ishlayapti deb bilasiz, to'g'rimi?
Yo'q. O'sha yoritayotgan narsalari yechilmagan. O'zlaricha rol o'ynashyapti. Yechilmaydi. Norozisizlar-a Men noroziman. Rahmat. Hokim gapiryapti, yetti bukilib ta'zim beryapti. Anaqa chiqqandan keyin bir tiyin kelmaydi bizga. Bizlar xalqimiz hamma shu bitta havodan nafas oladi. Nima endi uni martabasi bizdancha balandroq ishlab qo'yganigami? Biz ham misol uchun bilamiz. Mana Madolim aka bilan mana bir hafta davomida mana 50 marta gaplashganman mana. Mirziyoyev Shavkat prezidentimizga rahmat. Prezidentimiz ham televizorda necha marta aytyapti, yolg'iz onalarga yordam beringlar, bir martalik pul beringlar deb trillion necha million pul ajratdi, lekin uni natijasi yo'q. Da masalan, prezidentimiz ham nimaga kelib saylagan? Mana shu xalqini dardini bilsin, boshqa qilsin, qo'lingdan kelgancha yordam bersin deb saylab ketganda, lekin prezidentimiz umid bilan mana shu qiynalmasin ayollar, chetga chiqmasin, madkorga chiqmasin deb bizni o'yladi, lekin hokim unaqa bas. To'g'rimi? Bu stol ham vaqtincha-yu, to'g'rimi? Yo'riga olib ketmaydi-yu, lekin hokim degan odam bitta maslahat qilish kerak. Masalan, haligi nimasiga kelsak ham, qabulxonasiga kelsak, baqir-chaqir qiladi, o'chiritingga qara deydi. Kattami, kichkinami? Kim aytadi shu gaplarni? Mana o'tganda qani, mana xotin qildi. Yana anu bola qildi. Men bilmayman, mana xotin qildi. Qabulxona mudirimi? Bu chap tarafda turganimi? U keyin men baqirdim. Qo'roqlar bilan qo'pol muomalada bo'ladimi? Qo'pol muomalada bo'ldi. O'tganda keyin men aytdim, yoshi katta-yu amakini dedim. Bir xilini bolasi bor, bir xilini sharoiti yo'q dedim. Bu ham o'chiritingizga qarang dedi. Hokim masalan hamma joyda biz ham ko'rganmiz. Hokim bitta joyda turib xalqqa hammasini aytish kerak. Nima muammoing deb turib, u yozdi chizini nima keragi bor? To'g'rimi uka? Tushunarli. Bo'ldi. Shunga oydinlik kiritsin. Oydinlik kiritsin shunga. Dokumentalniy Moskvada ishlaganman mana. Cheklarigacha hamma yo'qgacha, metkinishga hamma yo'g'imgacha bor. Hokimda oldiga keldi. Ish topib beringlar dedim, najot bo'lmadi. Hokim ham kech qolib keldi. Bir dunyo odamni kutqizdirib. Boravering dedi. Vazirlik ham telefon qildi. Uyimda hali situatsiyasini ham ko'rgan yo'q. Mahallaga chaqirib meni Araboy raisimiz, olmagan pulimga menga ariza yozib bering dedi. Vashshi Farg'onada najot ham yo'q. Oddiy misol shipiruvchilar ham 900 ming 1 millionga ishlaydi. Farg'ona shahar sektor rahbarlaridan rozimisiz? Noroziman men. Norozisiz-a? Noroziman. Bu ushbu murojaatingizni tegishli organlarga Hurmatli prezidentim, mana shuni ko'ring, kelib hal qiling. Ular shuni ko'tarib chiqinglar, xalqimizning turmush darajasi prezidentimiz aytgandek rivojlansin. Qog'ozda emas, amalda rivojlansin. Вот канал Святослав, мне 20 лет. Я в прошлом году, 1,5 года назад уехал в Россию. Полтора года назад уехал в Россию, через 3 месяца вернулся, был 3 месяца в России, вернулся. Я квартиру, которая была на моей бабушке, сделал фальшивые документы. И вот уже 1,5 года я пишу куда только могу, хожу куда только могу. И живу на улице. Мне говорят, что помогут, но никак не помогают, ничего не делают. Там в хакимият хожу, мне говорят, завтра приди, там туда-сюда приди. Я вот тоже вот живу на улице, мне никак не помогают. Куда бы я ни просил, что бы я ни делал. Kecha qaramaydi shahar. Qayerga borasiz? Viloyatga borsak, u yerda shahar o'zlaringga kiringlar. Kirsak, shahar hokimi nima qilmaydi umuman. Yurib charchab chiqishimiz madikar. Madikarda qishki kunda 50 ming pul topsak topamiz, bo'lmasa 2-3 kunda qaytib kelamiz. Shu kungacha hokimiyatdan yog' ber, un ber deb yordam pul olganmisiz, so'raganmisiz? Hech narsa olmaganman. So'ramagan. Dokumentlarni qilib ashuncha topshirganmiz yo'q. Masalan, men o'zim kam ta'minlangan oilada turaman, chiqarib yuborgan ro'yxatdan. Mana hozir men yegani ham nonim yo'q. Yordam so'rab chiqdim, telefon qiladi deyapti tog'a. Bir oyda qiladimi, 2 oyda qiladimi? Farg'ona shahar xalq qabulxonasi mudiri aytayaptimi shu gapni? Sizga telefon qiladi. Endi men bular telefonini kutib o'tiraman. Demak, Farg'ona shahar xalq qabulxonasi mudirini ishlashdan rozimisiz hozir? Fuqaroni qabul qilgan. Noroziman. Norozisiz. Noroziman. O'zingiz aytyapsiz bu gaplarni. Haqiqat bo'lsin, ha. Men hozir bolam qamalib qoldi meni. Meni boquvchimni yo'qotdim, yordam yo'q menga hozir. Mahallaga chiqdim, mahalla ham yordam bermayapti. Ayollar daftardan chiqarib olgan, men kunlik madikor ishlayman. Erim yaroqsiz ishga yotadi uyda. Bir xona uyda 6 joy yashayman men. 6 joy. Boradi, sharoitimni ko'radi.
og'zaki yozadi ketaveradi. Bo'ldi, sizni uy bilan ta'minlaymiz. Ya'ni boradi, daftar qoralab ketaveradi. Ketaveradi. Mana suvdan qarzim bor ekan 4 million. Men to'lolmayapman-da. Hozir mana bu MIPga boraman, sharoitimni tushuntiray. Rahbar bilar desam, rahbar yo'q. Majlisga ketgan, yo'q. Falon joyga ketgan. O'tiraman sarg'ayib o'sha yerda. Rais 22-yilda saylangan rais etibdi. 2 yil mobaynida rais bo'lishiga qaramasdan 23-yil 1 yildan keyin yozda o'tinchdan bo'shayapti. Murvat mahallasida umuman ko'rinmagan. Bizning otritamiz yon biqinida joylashgan. Biror marta hech kimni xabar olmagan, hech kimni muammosi bilan o'tamiz. Mana buyrug'i 23 1 yildan keyin nimadan ishdan bo'shayapti Yozovoddan. 22-yildan beri raislik hisoblanib kelishiga qaramasdan ikkita rahbar o'rnini egallab kelib, raislik o'rnida umuman ko'rinmagan. Ushbu murojaatni o'z ixtiyoringiz bilan beryapsizmi? Albatta. Biz tomonidan majburlov bo'lgan yo'qmi? Qanaqa majbur? Yoritishimizga, tegishli organlarga yetkazishimizga qarshiliginiz yo'q-a? Ko'rishlarini talab qilamiz. Ya'ni o'sha tegishli mas'ullardan ushbu Farg'ona shahar sektor rahbariyatiga nisbatan chora ko'rishlarni so'raysiz. G'aniyev Latifjon deganlarni raislik nimasidan olib tashlashni talab qilamiz. Chunki umuman ko'rinmaydi. Fuqarolarga hech qanaqa nimasi muammolarni yechishga harakat ham qilgani yo'q. Men 5 yildan beri birinchi mahallaga chiqdim. Qaysi mahalla? Prezidentga nimaga chiqdim? Nimaga? Oldin portalga chiqdim. Birinchi portalga chiqdim, ishga kirasizlar dedi. Ishga bozorda o'zi tapchka sotardim. Bozordan chiqib ketib, bog'chaga nima polyugani kirdim. Uni bilan oylik bo'lmaydi dedi. 5 millionlik, 6 millionlik oylik dedi. 5 millionlik, 6 millionlikka men unaqaga oliy ma'lumotli emasman. Menga o'sha boshqa to'lovini qilib kredit bo'lsa ham uyqu beringlar dedim. Uyqu berishmadi. Yugurtirdi. Necha marotaba murojaat qilyapsiz? 10-marta bo'lsa kerak. Mana oxirgi hokim qabuliga keldim, eshitdim mana shu. Ya'ni Farg'ona shahar sektor rahbarlarini qabullariga 10-marotaba murojaat qilyapsiz, a? Murojaat qilyapman. Murojaatingiz masalasi yechilmayapti. Yechilmayapti, umuman yechilmayapti. Boraman mahalla komitetiga, boraman, ish haqi qiling dedi. Ish haqi ishga kirdi. Ag'da qilsam ish haqingiz to'g'ri kelmaydi deyapti. Men qaqa borishni bilmasdan oxir qabulga keldim men. Biron marta bir hokimman yoki sektor rahbariyatidan non ber, un ber, yog' ber deb so'raganmiz? Unaqa narsa so'ramagan. Yordam so'ramagansiz. Faqatgina o'sha kreditli uy bilan ta'minlab berishni so'rayapsiz. Menga unaqa yordam. Lekin masala yechilmayapti. Yechilmagan. Pulini to'lab menga o'sha kreditini olib bersa bo'ldi. Men pulini to'layman, faqat menga ish haqi so'rashyapti. Menda unaqa narsa yo'q. Shunaqa boshqa to'lovni qilib bersa, men oyma-oyga vaqtida kreditni to'lashga va'da beraman. Ya'ni Farg'ona shahardan o'sha subsidiyali uyni so'rayapsiz. Kreditga so'rayapman. Men shunday menga uy bergin deb so'ramayapman. Boshqa yordam umuman so'ramaganman men. Shu kungacha so'ramaganman. Rahmat.